Tanla. Ha? Tepasidagini tanla. Nimaga tepasidan tanlayman? Nima o'zi bu? Yevropaga sayohat. Tilla va tillani tanlayotgandim. Bilaman nima tanlashni. Shahloma, bor pulni sayohatga sarflab bo'ldim, tushunyapsanmi? Menga aytmasdan olgan bo'lsangiz, o'zingiz muammoyingiz. Men tillani tanladim. Tilla berasiz endi menga. Menga qarang. Misol uchun men tillani taqsam hamma ko'radi. Yevropaga borib kelganim kim ko'radi? Tilla har doim men bilan bo'ladi. Keyin men tillani taqsam o'zim mazza qilaman. Yevropaga borsam siz ham mazza qilasiz. Menga yoqmaydi bu narsa. Xullas tilla berasiz. Shahlo hozir meni pulim yo'q, tilla bergan. Bor pulni biletga sarflab yubordim. Men zo'r joyda bilaman, yuring. Mana asl zarda aytdim. Bu yerda juda katta skidka bo'lyapti. Doim shunaqa katta pulga tushirasan. To'xta. Katta xolingni uyga hammasini ushlab tashlayapsan. Oramizda chunki. Shahlo, meni uncha naqd pulim yo'q hozir. Asl zarda bayramona taklif aksiyasi ketyapti. Agar mana shularni naqd pulga oladigan bo'lsak, 20% gacha chegirmasi bor. Eshitdim, fintech orqali 15% ekan, asl zal moliyalashtirsa 5% ekan. Xullas, olib berasizmi? Yo'q, yurdidan. Olib berasiz. Ketamiz. Mendan baribir tilla. Yevropaga ketishimiz kerak biz. Yevropaga 31-dekabr kuni ketamiz. Bu aksiya 8-dekabrdan 31-dekabrgacha amal qiladi. Hali vaqtimiz bor. Olib bering. Men bu tillingiz, bu esa podarkasi. Rahmat. Shahlo, bu nima? Asl zarda tilla olsangiz padarga qo'shib berishadi. Sen o'sha obuldingmi? Yo'qsa qanaqa qilib ulguysan hamma narsaga? Men cho'ntimda pulim yo'q. Pulimni ber. Ana